Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzü qarşı alırıq. Aldı bilən xəbərlərimizdən əsas məzmunlarını tanışdırırıq. Uyğur musafirlərə yardım qilish qanun layihəsi Amerika Kengaş Palatası sunuldu. Xalqarada Şərq Türkistan məsələsi gün tərtibə gəlməkdə. Xitay Şərq Türkistandakı çoğ tutqunda xidmət göstərən 2 o'rin və 6 şəxsni mükafatlagan. Burma armiyasi bir camidə bulançılıq qildi. Angliya Afganistandan askar chekindirdiganligini bildirdi. Tövəndə ixtiyarlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Aprel Amerika Kengaş Palata a'zolaridan Mark Rubio va Chris Coons Amerika Avam Palatasının maslashib tirishchanlik ko'rsatish natijasida Amerika Kengash Palatasida Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunini o'tirib qo'yib, Xitoy ishg'ol qilgan Sharq Turkistondagi Xitoyning irqiy qirg'inchiligidan qochib chiqqan Uyg'ur ve başka Türk millet musafirlerine yardım kolunu sundu. Uyghur kişilik hukukunu qo'g'dash qonuni Xitoy ishg'ol qilib Şinjan deb atılgan Sharq Turkistondagi Xitoyning ziyonkashligiga uchragan Uyg'ur ve başka Türk xalqlariga oldingi ikkinchi muhim o'rindagi musafirlik salohiyatini beradi. Ikkinchi muhim o'rin minglagan Uyg'ur ve başka Sharq Turkistonliklarning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga iltimos yo'llashdan voz kechib, bevosita Amerika hukumatiga musafir bo'lib iltimos qilishiga yo'l qo'ydi. Bu orqali Xitoy hukumatiga 3-chi davlat tarafidan xabar qilinish yoki Xitoyga qaytarilish xatari azaytildi. Şərq Türkistan sürgün dokumenti 2 partiyanın Amerika parlamentinin Uyg'urlar ve Şərq Türkistondagi başqa Türk xalqlari yo'liqqan insonparvarlik krizini hal qilishida ko'rsatgan tirishchanlikni olqishlaydi. Bosh minister Salih Xudoyor apandi biz Kengash Palata a'zosi Mark Rubio va Chris Coons'ning Uyg'ur kishilik huquqini qo'g'dash qonunini o'tirib qo'yganligiga rahmat etamiz. Yana Amerika fuqarolar va ko'chmanlar mulozimatini Uyg'ur va boshqa Sharqiy Turkistonliklarning Amerikaga panohlash uchun panohlik iltimosini tiziltishga chaqiramiz dedi. 2013-yildagi Amerika nüfus tekshirish statistikasiga qaraganda Amerikada 8905 nafar Uyg'ur bor ekan. Sharq Turkiston sürgün dokumentining 2021-yil mo'ljallashicha Amerikada 10 mingdan 15 minggacha Uyg'ur bor. Sharq Turkiston sürgün dokumentining musofirlar ishlar direktori Aziz Sulaymon Amerikada panohlik iltimosi bir necha yil saqlanayotgan bir qancha ming Uyg'ur borligini hamda Amerikadagi nurg'un Uyg'urlar saqliqni saqlashda loyiq xizmat topamaslik, Uyg'ur yoshlari oliy ma'rifdan bahramon bo'lolmaslik, özlerinin Amerika hükümetinin bu meselelerini tezrek hal qilishini umid qiladiganligini bildirgan. Sharq Turkiston sürgün dokumenti yana Avstraliya, Kanada, Yevropa ittifoqi, Hindiston, Yaponiya ve Angliya hukumatlarini Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan qochgan Uyg'ur ve boshqa Türk xalqlariga panohlik berishga chaqirgan. Tayvan vaqt gazetining xabariga qaraganda Amerika davlat ishlari kotibi Antony Blinken yakshanba kuni Xitoyni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik jinoyati bilan qattiq ayblab, Amerika Xitoy davlatining qabih kishilik huquq tafsirlanishligiga qat'iy qarshi turdi degan. Va bir qism Amerika shirkatlarining majburiy emgak bilan munosabati bor deb qaralgan Xitoyning Sharq Turkistondagi shirkatlar bilan savdo qilmaslikka chaqirgan. Sharq Turkiston sürgün dokumenti bosh ministri Salih Xudoyor apandi biz davlat ishlari kotibi Blinkenning Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni izchil ayblaganligiga rahmat etamiz. Biz Amerikani xalqaro jinoiy ishlar sudida Xitoy ustidan sungan delolarimizni qo'llab, Uyg'urlarga panohlik berishni va bu irqiy qirg'inchilikni tezdan oxirlashtirish uchun ahamiyatli harakat qo'llanishini talab qilamiz dedi. Davlat ishlari kotibi Blinken yana Amerikani o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni hech qanday shirkatning Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi qulaylik yaratib beradigan mahsulot yoki mulozimat bilan ta'minlamaslikka kafolatlik qilish uchun konkret harakat qo'llanishga chaqirdi. Blinkendan 2022-yillik Beijingda o'tkazilgan qishliq olimpik tanharakat musobaqasini boykot qilish to'g'risida so'ralganda Amerikaning texnik o'ylashmaganligini, ittifoqdoshlari bilan maslahatlashadiganligini, bir yil burun qaror chiqarishning baldur bo'lganligini aytgan. Tayvan vaqt gazetida yana Sharq Turkiston va uning xalqiga vakillik qilgan demokratik saylangan rasmiy organ Sharq Turkiston sürgün dokumenti Sharq Turkiston xalqiga vakolatan Amerikaning zarur bo'lgan xalqaroning aktiv aralashishini ilgari surishni umid qildi. Bosh minister Salih Xudoyor biz Amerikani Sharq Turkiston masalasini Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xavfsizlik kengashining kun tartibiga olib kelish, xalqaro adliya sudiga Xitoyning irqiy qirg'inchilik to'g'risida arz sunish, Sharq Turkiston ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish va rasmiy kuchli harakat qo'llanishga chaqiramiz dedi. Blinken yana Xitoy virus masalasida dal virus tarqalgan vaqtida Xitoyning xalqaro sayyor tashkilotini uchur bilan ta'minlamaganligi uchun ayblagan. Xitoyning mamlakatlik bosh ishlar uyushmasi 13-aprel uqtirish e'lon qilib, Sharq Turkistondagi cho'ng ta'qib va tutqunda xizmat ko'rsatgan 2 o'rin bilan 6 nafar shaxsga 2021-yillik 1-may emgak mukofoti va Avangard emgakchi nom bergan. Ma'lum bo'lishicha, bu yillik mukofotlashda Xitoyning mamlakatlik jamoat xavfsizlik sistemasidagi 4 o'rin va 17 shaxs 1-may emgak mukofotiga, 14 o'rin Avangard emgakchi nomiga loyiq ko'rilgan. Bu mukofotning diqqat qilarlik nuqtasi 1-may emgak mukofotiga Xitoyning mamlakat miqyosidagi 4 o'rinning birining ve 17 şəxsinin 4 nəfərinin Şərq Türkistan rayonunda bo'lishi.
Bulubmu ularning 3 nafarining Uyg'ur bo'lishidir. Kuzatuvchilar Sharq Turkistondagi yuqorqi bir o'rin va 4 shaxsning 2017-yili boshlangan cho'ng tutqanda aktiv rol o'ynaganligini ilgari surmoqda. Xitoyning bu mezgil ichidagi bostirishi Amerika, Kanada, Gollandiya qatorliq davlatlar tomonidan irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilindi. Atalmış Şinjan xabarlar torining bildirishicha, 80 uylik chegara tekshirish punkti, Bo'rtala shaharlik jamoat xavfsizlik idorasining muavin boshlig'i Abdurahim Yunus, Jingnoylik jamoat xavfsizlik idorasining muavin boshlig'i Aman Rahim, Qashqar Konishar noya Toshmiliq soqchixonasining boshlig'i To'xtoji Muhammad Tursun qatorliqlar 1-may emgak mukofotiga erishgan o'rin va shaxslar bo'lib, Qashqar viloyatlik jamoat xavfsizlik idorasi alohida soqchi atritining alohida urush qilish bosh atriti bo'lsa, Avangard emgakchi nomiga erishgan. Birma torining xabarida bildirilishicha, Birma armiyasi 14-aprel kuni Mandalay shahriga qarashliq mitingi noyisida harbiy o'zgarishga qarshi namoyish qilgan bir guruh davlat xizmatchilarini tutqun qilishga uringan. Namoyishchilarning qarshilik ko'rsatishi bilan askarlar omman o'qi tutgan. Natijada 2 kishi jindan ayrilgan. Askarlar shu kuni mitingga joylashgan bir masjidga besib kirib, jamoatdan yig'ilgan iyoni pullar saqlangan sanduqni bulg'an. Birmada harbiy o'zgarishdan buyon xavfsizlik kuchlarining qurolliq bostirishida o'ldirilgan namoyishchilar soni 716 ga yetgan. Angliya Tashqi ishlar vaziri Dominic Raab Afg'onistondagi Angliya askarlarining tartibli holda chekinib chiqishini qo'llaydiganligini eskartib, Twitter adresida bayonot e'lon qilib, Angliyaning Shimoliy Atlantik Afg'on tashkiloti, NATO va Afg'oniston xalqining tinch kelgusiga ega muqim Afg'oniston qurib chiqish tirishchanligini qo'llaydiganligini bildirgan. Angliya davlat mudofaa ministri Ben Wallace yozma bayonot e'lon qilib, Afg'oniston xalqining tinch va muqim kelgusiga loyiq ekanligini ta'kidlab, askar chekingandan keyin Afg'onistonda xizmat qilayotgan xalqning bexatarligi yanada oldin qo'rinda turadiganligini, İttifaqdosh davlatlar qaratilgan hujumlarga kuchlik inkas qaytaradiganligi, masaladagi maydonining aniq ekanligini qayd qilgan. Amerika prezidenti Joe Biden 1-may Afg'onistondan askar chekindirishni boshlaydiganligini va bu jarayonning 11-sentabrdan burun tamomlanadiganligini e'lon qilgan. NATO bosh kotibi Jens NATOning davlat mudofaa va tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin e'lon qilgan bayonotida NATO a'zo davlatlarning 1-maydan boshlab Afg'onistondan chekinish to'g'risida birlik hosil qilganligini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.